Bugün bir do'stimiz mavsay bilan malatanın farqi nima deb so'rabdi. Shu men bugun sizlarga mavsay qilish usuluna keldim. Bu filmni oxirigacha to'liq ko'rsangiz chuqur bilalaysiz do'stlar. Qilish usulimi shunda oddiy, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganalaysiz. Ham tugunish boshlaylik ketdi. Avval o'zimiz nimani yoqtirsak, shu mahsulotni tayyor qilsak bo'ladi. Tövendikleri bo'lsa mening tayyor qilganlarim. Arqadan qozonga oz miqdorda may qo'yib, kaynidan zanjil, sompiya, samsaqlarni solib, buni birdan qorib, bizlik burqini to'liq chiqarib olgandan keyinla cho'ng ustamning xo'gotes suqosidan bir xalta salaytimiz. Cho'ng ustamning cho'nlig'i deb xo'gotes suqosining ta'mi alayit yaxshi chiqadi do'stlar. Oila chuqur bir sinab beqinglar. Arqadan o'zimizning ochiqish darajamizga qarab, muvofiq miqdorda kesganlar salaytib, yana davomli aralashtirib qoraytiblar, ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, buni taxminan 10 minut atrofida qaynatib, xo'gotes suqosining ta'mini to'liq chiqarib olgandan keyin amaliy ahvolimizga qarab tayyor qilib olgan materiallarimizni bir-birlab selib qaynatgandan keyin yuqoriroq javr qilib olamiz. Ko'rib bir şey kepsa tuqqanlar, haqsiz bo'lgan yurakdan birini besib, Penglar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llagan do'stlarim rahmat. Ondan mavsay yoki xo'go yeganda menga o'xshash tayyorchop bo'lmasa, hisob bo'lmaydigan tuqqanlarim ekranga bir raqam yo'llab qo'yinglar. Pishirib ep bo'lgandan keyin 2 qush atrofida oilda qilib olgan yog'lar silib, yana oz miqdorda achchiq suv quyib, rosa bir qaynatib etgandan keyin tayyor qilib olgan tangni javrining ustiga quyiblar. Buning ustiga yana oz miqdorda samsaq, shavsun va kunjicha chitib, ravrs qiztavaga mayni ustiga quyiblar, mizlik puroq chiqarib olsaqlar bizning mavsay tayyor bo'ladi. Oxirida mushkemga nurg'ulg'an filmlarni yo'llabdiman do'stlar. Yaqindan beri qo'llash nihoyat oz bo'lib qoladi. Şuna ecrimge haqsiz yüreklerini besip qo'llab qo'ysanglar kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.